yigitlarni albatta ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgansiz. Turk musiqalarini chalib mashhur bo'lib kelayotgan Gler Music jamoasi yigitlari aslida kimlar? Keling ular bilan yaqinroq tanishamiz. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'layotgan Music Gler jamoasining yoniga keldik. Hozir ular yana bir ajoyib qo'shiqni chiqarish uchun mashq qilyapti. Biz savolga tutamiz bolalarni, ketdik. Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yana bir mashhur qo'shiqni ijrosiga tayyorlanyapsizlar menimcha. Bu jamoa qanday tashkil topgan? Juda ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'p savollar bo'lyapti. Bu bolalar qanday komanda bo'ldi? Avval ham qachondan beri ijod qilyapti degan savollar bor. Bu komanda o'zi 2 yil oldin tashkil topgan. Bolalar birinchi bandaman kuyni chalib, nima deydi, ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan. Ommaga yoqqan, o'shandan beri biz ijod qilib kelamiz va yaqinda shu 2026-yilning boshida turkcha qo'shiqlarni chiqarishni boshladik. U platforma ijtimoiy tarmoqqa qo'yganimizda juda ham mashhurlikka erishdi. Toshkentdagi Gler nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabining bir nechta o'quvchilari o'z iqtidorlari bilan butun internetni portlatdi. Ular nafaqat o'zbek, balki xorijlik taniqli san'atkorlarning ham e'tiboriga tushishga ulgurdi. Hozirgi kunda ular ijtimoiy tarmoqlarga joylayotgan videolar millionlab ko'rilishlarga sabab bo'lmoqda va kundan kunga ularning muxlislari ortib bormoqda. Assalomu alaykum. Islom ismim. 9 yildan beri skripka chalaman. Bu bolaning emotsiyasi aynan ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'p insonlarning e'tiborini tortadi va qayta ko'rishga sabab bo'ladi. Assalomu alaykum. Dostonbek, to'g'rimi? Ha, to'g'ri topdingiz, to'g'ri topdingiz. Penina bilan men 9 yildan beri birgaman. Meni ota-onam ham o'sha san'at sohalarida, men san'atkorlar oilasida tug'ilganman. Oyim Musallam Dadajonov va dadam Ravshanbek Dadajonov Muqimiy teatrida ishlashadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qatlaqali. A'lo darajada. Har bitta kuyda ritm bo'lganda, baraban hamma kuyda bo'ladi. Mening ismim Rahmiddinov Nodir. 15 yoshdaman, 9-sinf. Bola bilan sinfdoshmiz. Qachondan beri aynan baraban chalib mashq qilasiz? Baraban chalayotganimga 3 yil bo'ldi. 6-sinfligimdan barabanga o'tganman. Jamoa bilan birgalikda ishlash yoqadimi sizga? Ha, juda ham yoqadi, chunki bitta kuy chalishdan oldin boshqa kuylar bilan azart olamiz o'zimiz. Ismim Said Burxon, gruppada gitaristman. Gitarani o'zim qiziqqanim uchun o'rganganman. O'zi asli saksofon chalaman. Buni qiziqqanim uchun 2 yil 3 yil davomida o'rganib, keyin yaxshi bo'lib ketdim. Mening ismim Asliddin. O'z asl ismim Doira. Bu tablani hobbi sifatida o'rganganman. Qachondan beri aynan musiqa asboblariga qiziqib, chalib, o'rganib kelmoqdasiz? 3-sinfimdan beri zarfli asboblarga qiziqaman. Bu şarkı sana söyleyemediklerim. Jamoa sardori sifatida mas'uliyat qanday? Hammamiz aka-ukadek bo'lib ketganmiz. Bizda umuman qiyinchilik bo'lmaydi. Hammamiz fikrimiz bir joydan chiqadi ko'pincha. Masalan, jamoa sardori sifatida nima deydi, qo'limdan kelgancha yordamlashib, maslahat berib turaman.
Xudo xohlasa rejalashtiryapmiz. Nima deydi? Tayyorlanyapmiz, shunga yarasha turli xil kuylar o'z ustimizda ishlayapmiz. Yana nima deydi? Agar bizni qo'llab-quvvatlashsa, biz albatta nafaqat Turkiya, butun dunyoga chiqib, O'zbekiston nomini butun dunyoga tanitishga tayyormiz.